Masalan, sizga high-tech yoqmasa, yo menga neoklassikani ko'rsat desangiz, mana neoklassika. Xuddi shunaqa planirovka, faqat ranglari ozroq farq qiladi. Qora oq stilda. Bemalol bitta mashina kiryapti, mana bitta zeleniy zona, mana bitta letniy kuxnya, mana bitta sanuzel. Balkonchiga bor и tepadan bitta vidni ko'rsatib beraymi? Mayli, ko'rsataman. Planirovkasi xuddi narigi kottejlarda edi. No 520 kvadrat, tasavvur qiling, 520 kvadratda mazza qilib yashaysiz bor-ku, brat. Ikkinchi qavatga bitta nazar soling-da, balkondan chiqyapsiz, mana bitta garderob, mana bitta sanuzel, mana bu spalna xonangiz, mana bitta yana 3 ta xona plus общий sanuzel. И ko'rib turganlaringizdek, mana ana qilingan, plita tashalgan podval ham bor aytgancha. Ha, endi mazza qilib yashamoqchi bo'lsangiz, mana shuni olyapsiz, terrasada letniy kuxnya qo'yasiz. Ob-havo normalniy bo'lgan payt o'ylab bola chaqalar bilan mazza qilib, tomda o'tirib, atmosferani ko'rib, kayf ko'radigan joyda, xullas. Qarang-da, mana bu yerda daraxtlar yashil bo'ladi, zo'r bo'ladi. Narxi 250 ming deganimda, gaplashamiz bu yo'g'ini yana egalari bilan.